O'sha o'riqlashda eng xatarli ahvol nima ahvol desangiz, men necha kilo o'riqlab bo'ldim, endi burunqidek normal holatda tomoq yesam bo'ladi deb qilib, shu normal tomoqlarni yeb qaytadan samirib ketish. Esingizda bo'lsin, uni biz normal tomoq demaymiz. Sizning ko'nglingizga normal tomoq amaliyotda sizni samatayotgan benormal tomoq. Siz yaqinqi tomoq atingizga tayinib necha kilo o'riqladingiz, buni biz normali odam yeydigan tomoq deymiz. Siz o burunqi sizni samatayotgan tomoq atingiz qaytib kelsangiz, u benormal va yana samirib mangsiz degan gap. Amaliyotda nemishqa ig'irligimiz eshib turdi, buning ikki xil sababi bor. Buni so'zlab beray ya. Birinchisi, ba'zi odamlar o'riqlagandan keyin beshidagi necha bir oyda ig'irlik necha kilo tushdi. Keyindan sal o'rla qoldi. Nemishqa qilsangiz biz o'riqlabni boshlab dastlabda bir oy vaqtda bizning badandagi ko'proq shakar, ko'proq suvlar sirtqa chiqdi. Endi bir oydan keyin siz normal tomoq yeganda, masalan, uning orasida karbonatlar bor. Mesela asas açlavağı ungurish degandek. Shuni yegandan keyin shu badandagi shu shakar oldi bilan to'liqlandi. Anda bu karbonat degan narsa badanga 1 gram karbonat 4 gram suvni tang olib kirdi. Demak, oldidagi suvmi yana to'liqlanib, ig'riqni sal o'rla qoldi. Bu normal ahvol. Bu sizning samirib ketganligingizdan derak bermaydi. Badaniga o'zining ig'riqni sal tangshab qo'ydi. Balaylanmangizni o'lchab beqing. Balaylan bilan yana normal kichiklar mengaverdi. Buningdan tashvishlanmayli. Masalan, normali uzun vaqt davomlashtirib o'riqlashni sağlam o'riqlagandan keyin o'zining maqsadiga yetib bo'ldigan o'quvchilar bor. Bu o'quvchilar endi normal tomoq yeyman deb burun qati bo'yicha tomoqning miqdorini sal jiqaytib, mayliroq qilib, tuzliroq qilib, xemir tomoqni burunga qaraganda ko'paytib, chunkoviy narsalarni yeb, asta-asta yana mush samirdigan yo'lga kirib, ig'riq oldirmay o'rlab ketadi. Bu benormal ahvol. Bu sizniki shu burun tomoqatimizning xatoligidan derak berdi. Shuningcha o'riqlash mezgildimi, tomoqdan biraqli parasut o'tmayli. Asta-asta parasitop sağlam ozuqlanishga ko'nayli. Shu vaqtda biz sağlam ozuqlanishni uzun vaqt davomlashtirib mang'alaymiz. İşlarimiz turaqli bo'ladi, bilib bilmay jiq yavamaymiz. Azroq narsa yesakmi shu yeydigan narsaning lazzatini suralaymiz. Ondan keyin fantan bo'lib ketmaysiz degan gap. O'riqlab bo'ldim, endi burunqidek tomoq yeyaveray desangiz, bu xato bir ish-ku. Burunqidek tomoq sizni samatayotgan tursa, hozir endi qaytadan samirishga boshlamamsiz. Sizning xiyolingizdagi normal tomoq amaliyotda haqiqiy benormal tomoq. Unda xiyonat qilmaydi. Bana egişi bilen, Allah gayret qilaylik.